Assalomu alaykum. Humoyun Usta.uz kanalini kuzatib borayotgan hurmatli yurtdoshlar, kanalimiz obunachilari, ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, sog'misizlar, salomatmisizlar aziz yurtdoshlar. Xudo xohlasa bugun biz navbatdagi darvozamizni ham o'z joyiga chiroyli qilib ustanovkasini qilib berdik. Albatta videolarimizni oxirigacha ko'rsalaring, o'rnatgan darvozamiz bo'yicha ma'lumot berib o'tamiz. Darvozamiz qanaqangi materiallarda yasaldi, kvadrat metrini necha puldan yasab olib ustanovkasini qilib berdik. Darvoza qo'ydirish maqsadida yurgan aka-ukalarimizga to'liq ma'lumotlarni berib o'tamiz. Aziz yurtdoshlar, darvozamiz 2 lik listda yasalgan. Rushnoy rabota bir qavatlik variantda yasalgan darvozamiz. Darvozamiz 2 lik listda, pilisovoylik listda yasalgan. Asosiy stoykalari 10 o'nlik profil, 3 lik stenali profilda bo'lgan. Avtomobil kirib chiqadigan qismi 10 lik shiviller bo'lgan, tag qismi. Darvozaning asosiy qovurg'a profillari 6 ga 4 lik, 7 lik stenali profilda yasalgan. Darvozamiz kraskasiga to'xtalib o'tsak, aziz yurtdoshlar, kraskasi mokriy asfalt svetda. Albatta gruntovkalarini sepib, quyosh nuriga, yog'ingarchiliklarga chidamli sifatli kraskalardan foydalanganmiz. Darvozamizni mana shu kofka gullari, mana bu piramidacha gullariga tillarang svetga bo'yab, mana shu ruchkalariga nerjavikalarni yopishtirib chiroyli qilib ishlab berganmiz va mana zamoklarini ham ko'rib o'tishlaringiz mumkin. 5 yil garantiyaga ega Zuber zamokdan qo'yib berganmiz. Aziz yurtdoshlar, bu darvozamiz dastavka ustanovkasi ichida. Toshkent viloyati, Toshkent Olmaliq shahriga olib kelib o'rnashtirib berdik. Kvadrat metrini 900 ming so'mdan. Mana shu darvozamiz eniga 425, bo'yiga 340 razmerdagi darvozamiz. Общий summasi 13 million so'mga kelib o'rnadi. Kimga shunaqangi sifatli temir darvozalar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xizmatlarimiz butun O'zbekiston bo'ylab.